Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana bitta mijozimiz ishi bitdi. Xudo xolasa o'zi kech paytda video qilmardik. Gruppaga ancha video tashlamaganmiz, ishlarimiz ko'payib ketgani uchun video qilolmayotgandik. Qarasa odam ozayib qolibdi. Odam qo'shsanglar yaxshi bo'lardi aka-ukalar. Yaqinlarga, birodarlarga jo'natib qo'ysanglar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 94 832 43 43 nomerlarimiz ishlayapti. Endi Xudo xolasa hozir ochilib yopishlarini ko'rsatamiz. Inshaalloh. Tozasidan hamma yo'q. Alovest G rangimiz ko'pchilik aytayotgan mokri deyiladi, seri deyiladi bu aynaklarimizni. Mana aynagimiz qora deymiz. Qora seri deb qo'yiladi aynaklar. Oshmoshlar ham 4 tadan, originalidan, tozasidan, eng tozalaridan qo'yilgan ishlar. Mana xudo xolasa ishlarimiz go'zal. O'tayam go'zal ishlar, xudo xolasa. Ishlarga gap bo'lishi mumkin emas. Odam qo'shsanglar, yaqinlarga jo'natib qo'ysanglar, xudo xolasa manfaatli video chiqdi degan umiddamiz. Mana ishlarimiz orqalari ham juda ham chiroyli. Mana ham eng originalidan, tozasidan soat singari ishlaydi mexanizm. Ko'rishlar mumkin. Mexanizmlarda ham aytgan joyimizga to'xtaydi. Ishlar xudo xolasa chiroyli bo'lgan. Biz asosan oldin akfada alyuminda tepa ko'tarilardi. U voz kechilib alvestikni, ya'ni akfa plastikini qo'yganmiz. Ko'ryapsiz, mexanizmlarni ovozini eshitdinglar. Mexanizmlar o'ta ham cho'tkilardan qo'yilgan, eng tozalardan qo'yilgan petlaradi, ya'ni oshmoshlarni ham yana bir bor eslatib o'tamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa 94 832 43 43 nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz.